Tushda tegirmon ko'rishning ta'birlari. Hazrati Doniyol aytadilarki, tushda tegirmonga g'alla olib borganini yoki un qilayotganini ko'rsa, tegirmonchidan xayr va manfaat ko'rishiga dalildir. Tegirmon toshining singanini yoki ishdan chiqqanini ko'rsa, tegirmonchining halok bo'lishiga dalolat qiladi. Agar tegirmon toshining yorilganini yoki unda nuqson paydo bo'lganini ko'rsa, tegirmon egasida sustlik va nuqson paydo bo'lishiga dalolat qiladi. Tegirmon toshining o'g'irlanganini ko'rsa, tegirmon sohibiga foyda hamda zarar yuzlanadi. Ibn Sirinning aytishicha, tushda tegirmon jang va dushmanligidir. Biror kishi o'zini tegirmonda ko'rsa, biror kimsa bilan jang va dushmanlik qiladi. Bordiyu tegirmon o'z mulki ekanligini ko'rsa, ishi yengilroq ko'chadi. Agar tegirmonda g'allasi bo'lmasa-da, biroq tegirmonni qanday aylanayotganini tomosha qilayotgan bo'lsa, safarga chiqishiga ishora. Tegirmon toshining misdan, qo'rg'oshindan yoki po'latdan ekanini ko'rsa, jang va urushga dalolat qiladi. Tegirmon toshining shishadan ekanini ko'rish ayollar bilan husumatlashishiga dalildir. Agar tegirmonda g'alla o'rniga po'lat yoki toshni un qilayotganini ko'rsa, biror kishi bilan qattiq jang va janjal qilishiga dalil bo'ladi. Agar tegirmonni qo'li bilan aylantirayotganini ko'rsa, ko'ngli qattiq sherikka ega bo'lishi va o'sha sherik tufayli ishlari yomon bo'lishiga dalildir. Imom Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi tegirmon 5 narsani bildiradi: podshohni, raisni, boyni, botir odamni, podshohning xonsorlarini. Tegirmon joylashgan yer ulug' raisga dalolat qiladi. Agar tegirmonni buzilayotganini ko'rsa, tegirmonga mansub bo'lgan biror narsa xarob bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.